Ma'mur opamiz Fayziyeva mana shu davramizda ekan. Malika opamizni davraga taklif qilamiz. Qani Malika opamiz chetdalar. Qani Malika opamiz bormi? Assalomu alaykum. Heyejon to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu davramizdagi chiroyli to'ylarni davomsiz hisoblanib marhamat. Assalamualaikum. Qarindoshlar, xonandalar. Doim mana shu Fayziyevlar xonadonida chiroyli to'y qildim. Men shu fursatdan foydalanib, mana qizimiz Dilnoraxon, kuyovimiz Rustamjonga eng mana shu dunyodagi baxtning oliy darajadagi baxt tilayman. Kirib kelgan qadamli kelinimizga qutlug' bo'lsin. Doim shu xonadonda uni o'tib bo'lishdan ko'paysin. Doim ziyodi otalar, bitomandi otalar shu ikki yoshning baxtini ko'rib quvonib yurishsin. Yana ilgari shu xonadonga biz allaqanday beshik to'ylarni olib kelishga Alloh nasib etsin. Dilnoraxon, borgan joyingda mana shu qaynonangga xizmatda bo'lgin, ular izzatda bo'lsin. Rustamjon bilan qo'sha qilib baxtli taxtli bo'lib, quvali juvali bo'lib, uni bo'lib shu xonadonda o'ynab yurganini faqat biz ota-onalar ko'rishga nasib etsin. Ilohim mana shu kelganlarning hammasini xush kelibdilar. Mana shu xonadonga yana to'ylarda birga bo'lishga nasib etsin. Ilohim aziz mehmonlar, hamisha xushxabarda birga bo'lishga, mana shu ikki yoshning baxtini ko'rib yurishga nasib etsin. Baxtli bo'linglar, ikki yoshlar, baxtli bo'linglar. Rahmat, Malika opa, sizni ham xonadoningizda mana shunday ajoyib to'ylari bo'la olsin. Albatta, chiroyli tilaklarni o'z egalariga yetkazib qo'ydingiz. Farzandlarni, nabiralarni baxtga muomala ko'rib yuring. Rahmat, vaqtimizga sog' bo'ling. Davom etamiz chiroyli tabrik so'zlarida. Boyovut tumani siz xodimlari nomidan Zuhra opamizni davraga taklif qilar ekanmiz. Agar mana shu davrimizda tanqidda ulgurmagan bo'lsalar, keling, Zuhra opa marhamat. Mana shu davramizdagi samimiy tabrik so'zlarini davomsiz hisoblanasiz. Shoirlarimizda ajoyib misralari bor. Osmoni quvvat, burgut sor uchun, hamroh madad, tulpor non uchun, vatan aziz har hushyor uchun, er qon kechar nomusor uchun, bu dunyoda ayol bor uchun. Vafo ramzi devon haykallari, oqsaroylar, toji mahallar, nurli yoshlik, o'tli g'azallar yaratilgan bir xumor uchun, bu dunyoda ayol bor uchun. Mana shu davramizdagi hurmatli ayollarimiz nomidan chiroyli tabrik so'zlarida davom etamiz. Keling, Zuhra opa marhamat. Gullik nozik qalbingizga muhabbat gul ochibdi. Alloh sizga juftlamoqlik nasibasini sochibdi. Bu nasiba muqaddasdir, ulug'dir. Uni ulug' tutganlarga baxt eshigini ochibdi. Shunday ayon kuni birlashib yo'lingiz, siz doim ota-ona xizmatida bo'lingiz. Assalomu alaykum. Uzoq yaqinda qalbida quvonch, dilida sevinch, kulganda bulbul yurganchayib bor bo'lgan aziz mehmonlar, ko'rinishi todek farhotli barmoq yigitlar, qaddi kamon qoshlari go'zal va lobar qizlar, sochi oppoq misli aziz ota-onalar, ushbu fazli xonadonimizning sarokchilari bo'lmish Xudoyberdagi Fayziyevlar xonadoniga yana bir bor xush kelibsizlar. Mana bugun kechamizning sarokchilari bo'lmish Rustamjon kelinimizning Muzaffaraning nikoh kechasini bilar ekanmiz. Men bu kechga avvalambor uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Hech qachon labingizdan kulgi, yuzingizdan tabassum arimasin. Chamon sabr bo'lding qaddingni xolim, yosimona tildan zulfi jamoning, boshingdan toyab baxtga o'rarding, ko'zni qamashtirar gulday jamoning. Seni baxt yozilgan ostona kutar, poyingga poying dastashab qaynonang kutar. Bo'ldi hovlingga mehringga
Sultan. Çapıp çapıp hizmet kılayım bulmayın sırayedinço. Hurmat kılayım kaynatayım kaynananı. Şunda tutarıklar sizge gülü çiçek. Bana bugün üstadımız Oğul Canap'a Kudebiye'dekilerge gelin kulluğu bulsun. Dön havadanınızdan toy kılar ermasın. Büyük yarışka baht kılayman. Oğul Canap'dan Kudebiye'den hiç kaçan boş kaldırmasın. Toylar kulluğu bulsun deyman. Bugün Talifimiz namıdan büyük yarışkızlar umut baht saadet kılayman. İtibarları sunmakman. Rahmat, hafızamız öğretildiği için Manişa davramızda yeniden acayip insan. Malika apamızı davranıdagini qo'yarkanmiz, chiroyli tabrik so'zlarni yo'llarkanlar. Keling, Malika opa, marhamat. Manişa ejonimizga bir kishi yordam bermoqsa, iltimos. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli uzoqlardan kelgan aziz muhtarlar. Mana bugun biz Boy prezidentdan gilavrachi Fozil Xudoyberdi akamning umr yo'ldoshlari bo'lgan Mamadullo O'jirapovning o'g'li Rustamjon va kelinimiz Dinozajonlarning vaqtida nikoh kechasida o'tirayotganmiz. Haqiqatan ham bu ikki inson ajoyib opam va dadam bo'lganlar. 1980 yil 3-martdan boshlab 2000 dekabr ishlaganman. Yo'llarimga Fozil Xudoyberdi Xudoyberdi akajonimning Xudoy pasporti berilgan. 1980 yil 3-martdan 2005 yil rahmat ishlagan. Farzandir otaning suyangan qog'i, onaning qalbida yongan chirog'i, farzandga ro'zg'or hayotning bog'i, shirin bilan olib qolan chirog'i. Qizni qizil bo'ldilar, yigitni pul bo'ldilar. İkki qalb birlashganda xalqimiz o'ylaydilar. Rustamjon, o'g'ling 10ta bo'lsin, qizing 5ta bo'lsin. Dilnozajon, Xudoyberdi akam bilan O'g'iljon opamga egilib xizmat qilgin. Necha yillardan beri orzu qilgan orzular bugun ro'yobga oshdi. Do'stlari bugun to'yxonada bosh bo'ldi. İşlaringga rivoj bo'lsin. Farzandlaring ko'zlaringday o'qishli katta bo'lsin. Baxtli bo'lingizlar, e'tiborlaringizga rahmat. Rahmat, Manişa sovg'alari qabul qilasizlar, hurmatli delegatlar. Mehmonlarimiz nomlari. Hozir Manişa davrasida kuyovimiz Rustam akani ajoyib san'atdosh do'stlari nomidan yana bir ajoyib inson Jamshid akamizni davraga taklif qilarkanmiz. Keling, Jamshid aka, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlarim, mashayiga bo'lgan barcha do'stlarim, onaxonlar. Mana bugun do'stim Birmish Rustamjonni va kelinimizni nikoh to'ylarida o'tirgan ekanmiz. Shularga uzoq baxt, sog'lik, yurgizishlarini rivojlanib tilaymiz. Va aytilmagan do'stlarimiz nomidan shaxsan o'zlari ayta olishdi. Shuning o'zini sog'likka qo'yishga majburmiz. Shuning uchun Rustamjon baxtli bo'linglar. Nima niyatga o'zlari o'sha niyatlarga yetishinglar. Rahmat sizlarga. Rahmat, Jamshid aka ajoyib kuylari uchun. Davom etamiz chiroyli qo'shiqlarda. Albatta, mana shu davramizda yuragida o'tib aka opalarimiz, o'g'il singillarimizni davraga taklif qilamiz. Shu qo'shiqlar faqat sizlar uchun. Marhamat, Ilhom aka, shoyib. Degancha alohida sizlarni davraga taklif etamiz. Boshqa so'zga chiqqan aka opalarni ham. Janobiga ko'rsang, o'lganda keljaksan. Do'sti dushman ustimdan kulganda keljaksan. Janobiga ko'rsang, o'lganda keljaksan. Do'sti dushman ustimdan kulganda keljaksan. Oqsomni yo'lingdan, o'lib nasingdan. Oqsomni yo'lingdan, o'lib nasingdan. Do'sti dushman ustimdan kulganda keljaksan.
Huzur so'raymiz endi albatta o'ynaganlardan. Xo'p. O'ynaganlardan uzr so'raymiz. Mana shu davramizda albatta to'yboshlarimizni so'z gapi gap. Nima ham qilardik? Xudolarimiz nomidan Farhod akamizga tabrik so'zlari berar ekanmiz. Qani Farhod akamiz? Keling, Farhod aka marhamat, chiroyli tabrik so'zlarida mana shu davramizdagi xudolar nomidan chiroyli tabrik so'zlarini o'z egalari tomon yetkazib qo'yasiz. Yana bir bora o'ynaganlardan uzr so'raymiz. Xudolarimizni chiroyli tabrik so'zlarini eshitib olamizda davom etamiz davramizda. Xudolar nomidan Farhod akamizni chiroyli tabriklarni eshitib olamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu dargohga tashrif buyurgan mehmonlar, mezbonlar, mana bugun ikkala yoshli baxt kechalari ekan. Shu baxt kechalarini tabriklaymiz. Doimo sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Eng yomon kunlari mana shunday bo'lsin. Tabrikni davom ettirgan holda ukamiz Otabek bir juft qo'shiq bilan tabriklaydi. Marhamat, ikki yosh qo'shiq qaranglar, baxtli bo'linglar. Rahmat bo'lmaydi. İlk yaşlı vaktimiz şifalı boşuyorlarımız, çok boşuyorlarımız sizler için kanal motorlarlarımızda gitmez. Hadi gitti. Mana shu davrimizda Sirdaryo viloyatidan chiroyli tabrik so'zlarini yo'llab sizga nasib qilgan ekan. Marhamat, tabrik so'zlarini eshitib olamiz. O'zbekiston bilan
Kızlarımıza bir Allah'ım adada mamaları, ecel mamaları namlanan ihtiyaçla uzaklık isteyip o olay seni Kuda verdiği yerlerin hemmemizi gelinle Geden gelinimizle zirle şöyle bahk ettiğim olarak görevimiz geliyor. Uzaklıdan kuantırgaya. Kudayın bu ihtiyaçının dikiliş perneleri bulandan Kudayı devletleri hemmemiz gelinle görevimiz hemmemizin eskidir. Kudayın belki insanlarla milletine göçmüller koyar. Hemmeyine rahmet. Rahmat Halabayaga xorazmcha chiroyli tabrik uchun. Rahmat. Lazgi bo'ladi, albatta lazgi bo'ladi. Dillar opamizni taklif qilamiz davraga. Keling Dillar opa, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli davlat qatnashchilari. Mana bugun biz O'g'iljon opamning xonadonidagi, Xudoyberdik aytamning xonadonidagi eng ulug' kun, eng noyob kun. Ruslanbek o'g'illarining nikoh to'yi, Dilnozaxon kelinlarining nikoh to'yida yig'ilib o'tiribmiz. Men birinchi navbatda shu 2 yoshga baxt tilayman, uzoq yosh tilayman, sog'lik, salomatlik tilayman. Toki umrlarini oxirigacha kamlikni, xo'rlikni hech narsani ko'rmasinlar. Yetar yetmas ko'rgin, bardan baquvvat yashab, qo'sha qarishlarni istayman. Shu bilan bir qatorda men Xudoyberdik bilan O'g'iljon opama uzoq yosh, keng davlat tilayman. Umrlar uzoq bo'lsin, qo'sha qarishsinlar. Hamma yayrab, yashnab, o'ynab yursinlar deyman. Mana O'g'iljon opa 1000 kilometrdan shunday ilk bor kelib kelgan, yetib o'tirgandan keyin endi hech kimning bolasini taqdiri uzoqqa yozilmasin. Hammaning bolasi bag'rida bo'lsin. Lekin kimning bolasini taqdiri uzoqqa yozilsa, shu O'g'iljon opamning kun ko'rsin. Bashi bundan yaxshiroq kun ko'rsin. Lekin O'g'iljon opamning hayotidan, taqdiridan, oila a'zolaridan qarindoshlar, qaynona, qaynota, qaynsingillar, qaynonalaridan bizni urug'imiz, bizni yurtimiz noroziman. Shuni hammasini sog'lik tilayman. Bir yo'llardan qo'shqanot bo'lsinlar. Bitta xorazmdan har to'yda tomoshada shirin kelamiz. Lekin bunday kuni ham osh qaynolari bilan obod bo'ladi. Shular sog' bo'lsin, bir yonimda ham bor. O'ynab kelib qanot bo'libsizlar deyman. Men shu Sirdaryo xalqidan ham bor sog'lik tilayman. Chunki Xudoyberdik kamin olijanob eng oltin odamini bizlarga kerak berganman. Xalqimizga tasdiq, xalqimizga olqish. Sizlarni hamma yigitlaringiz hozirgi chog' bo'lgani ham, endigi bo'ladiganini ham Xudoyberdik o'xshagan vafoli, sadoqatli, mehrli, muhabbatli bo'lishini istayman. Mana shu Rustamjonga sana taqdirim Dilnozaxon bilan shu opangning dadangga bo'lsin. Mehr muhabbating mana shu yurtimdagi obro'ying, o'zgalarning oldidagi obro'ying ham shu dadang bilan opangga bo'lsin deyman. Opang bilan dadangning mehrli muhabbatli bo'l deyman. Hamma o'ynab kulgur. Biz uzoqdamiz. Lekin seni yaxshi kuning uchun har bir daqiqang uchun xursand bo'lib ko'nglimiz butun bo'lib boshimda tinchgina yashayver. Sen hamma yaxshi hayot ko'r. Yo'ling oq bo'lsin, umring uzoq bo'lsin. Shu Dilnozaxon bilan to'shakar, yeyilib yozil. Bugunni soyadan, o'zingni neradan, neni orqatga bo'lsin shunday yerish. Shu opangning geli bo'lsin. Dilnozaxon. Xudoyberdik kamning kuyovi bo'lsin shu xonadonda. Qaynonang bilan tanatamni kuyovi bilan, sening kuyovi bilan tabriklayman. Dilnozaxon Xudoyberdik bilan O'g'iljon opamni Dilnozaxonning geli bilan tabriklayman. Hamma yaxshimiz, Sirdaryo ahli. Yechaklaringiz ko'y bo'lsin, yo'rgaklaringiz to'y bo'lsin. Hamma shod va xurram bo'linglar. O'g'illarning to'lib toshib oqib yursin har doim. Biz Sirdaryoliklar faxrlanamiz. Sog' bo'linglar. Xorazm Sirdaryo birligi uzilmasin. Yashanglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xorazmlik mehmonlarimiz 1000 kilometrlik masofani bosib kelib, Sirdaryolik mehmonlarimiz
bilan qo'yishyapti. Albatta. Hammamizdan Sirdaryoning farzandimiz. Albatta, Sirdaryo qo'shiqlariga imkon yaratilganmiz. Sirdaryoni farzandlariga chiroyli tilak bildingiz. Shunday ilohim Sirdaryoning farzandlari bor bo'lsin, salomat bo'lsin. Sirdaryoning farzandlaringizdan har bir qo'shiqlarni eshitib olamiz. Marhamat, ilovaga qo'ying.
Sirdaryoliklar, Xorazmliklar shu o'ynaydi anjam chasiga.